Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyarısı da Gazi Rozu. Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islağa 2024 yıl 4. ayının 29. günü haftaya Düşenbe vatandaşım. Biz sizlerge sözlügen bir leksiyamızda izahat. Mesela Tayvan meselesi, Amerika ile Cungo oturusudaki mesele. Nime için bunda askerligini Amerika tarafından tabi bir anlamadık dep aşında sözleptim ben. Bu gepnin tekti undaq emas vatandaş. Onun aslı neme desiniz 1945 yılı Ulu Okyan uğraşıda galba kılgan Amerika Koşmuş Ştatları ameliyata Tayvan'ı Japonya'nın koludan azat kılgan Amerika Koşmuş Ştatları. Onun üstüge 1952 yılı imzalanan San Francisco kitapnamesinde bir cümle Tayvan'ın tevellik ornu bekitilmedi. Ya Cungo'ga, ya ki Japonya'ga, ya Briyaga. Hatta azat kılgan Amerika hem Tayvan'ı özünün zimini dep koşup algan yok vatandaş. Şunu Tayvan'ı Amerika Koşmuş Ştatları Ulu Okyan orasida azat kılganlığı üçün biz Amerika Koşmuş Ştatları Tayvan'ga haqda Tayvan doğrusu sözleşke hukukluk Tayvan doğrusuda nime kılımendisi Amerika Koşmuş Ştatları şunun hukukluk deyimiz. Cungo hükümeti hem de bu meydanda hazırlıkça Tayvan Cungo'nun teritoriyası dep geldi. Cungo Tayvan'ı azat kılış için bir pay okatqa yok. Onun Japonya bilen boğa uruşı işke kuruluqdur. Cungo kuruluqda qoqdaş şelip bağın vuruş. Tayvan tarafı qartıp Cungo'nun meli Gomindan'ı meli Kompartiyası bir pay okatqa yok. Endi üzümüzge kelimez vatandaş vaziyetke. Ani şu Tayvan azı Tayvan boğazı dep atalıvatıdı. Ani şu Tayvan Canubu deniz dep atalıvatıdı vatandaş. Tünügülletin Filipin denizi etrafıda Amerika Koşmuş Ştatları. Fransa ve Filipin 3 devlet harbi manevr ötkazdı vatandaş. Harbi manevr ötkazdı Cungo Deniz Armiyası 10 saatler. Bu harbi manevrinden kayindin iz qoğlap jüde degen gap. Demek bu bir harbi tehdit, harbi popuza vatandaş. Bu nesini koyup duraylar yer, Canubu Deniz'den davamlıq tekrarlanıvatkan vaziyeti bu. Meyli Tayvan boğazının olsun davamlıq tekrarlanıvatkan vaziyeti şu hazır. Vaziyet nemiş ki tuyuqsızlı bir işki cümle sözülen Orta Asya'ya itip geldi. Mesela tünügülletin biz silagi ettik, Erken Asya Uygur Til Grups'ta muhbir Erken'in kalemede berilgen haberde Cungo'nun Devlet Müdafiye Ministeri Dongjun Kazakıstan'a geldi ve Kazakıstan Prezidenti Tokayev bilen görüştü ve Kazakıstan armiyası bilen Cungo armiyasının münasebetini stratejilik revisi tanışış ve çunkurlaştırış degendek geplerini kıldı. Bu rayon dedi. Mesela bu rayonun bexaterligi dedi aşkarı halda 3 xil köşle bu rayonda hazır aktif faaliyetki öttüğü dedi. Neme aktif faaliyet bu doğruda bir nasıl degeni yok. Bu yerde 3 xil köşle degeni Uyguristan degen gep vatandaş. Ona halkarada kanda bazargı selişi be Şanghay Hemkarlık Teşkilatı sahasında kanda bazargı selişi o yüzden işi. Bu Şanghay Hemkarlık Teşkilatı degen aynı vaxtda Orta Asya'da Uygur milletçilerine qartılgan şılaq zərb bir işten kurulgan teşkilat bugün endi hazır. Yani şundaq bir biz siz üçün etqanlı xatarlik bir signal. Ya ki Cungo üçün etqanda hazır. Cungo bilen qoşup Orta Asya üçün etqanda hazır. Orta Asya rayonunu, Orta Asya'daki devletlerini ya ki şu devletler münasebeti dairesinde Cungo'ga bakınıp kalgan, iqtisadi cihati bakınıp kalgan devletlerini Cungo Kompartiyası bu kıtım uruş söylep kiremdu degen mesele hazır ortaya çıktı. Çünkü 2 günlük faaliyet Kazakıstan'daki faaliyet Cungo Devlet Müdafiye Ministeri Dongjun'un Kazakıstan'da ziyaret kılışı ve yukarıda geplerini kılışı. Endi bugün yana qanday iş oldu qarab turun hem de
Ma inkas qarab turing, torbetda e'lingan bir abzas vaziyat to'g'risida Rossiya harbiy parxodlari Yapon dengizda raketa qo'yib berdi. Shanxay hamkorlik tashkilotida 10 davlat mudofaa ministrlari maxfiy yig'in ochib Amerikaga taqobil turmoqchi bo'ldi. Bu nima gap vatandosh? Hozir O'rta Osiyoda Amerikaning bir pechkisi yo'q. yoki bir askar yo'q hozir O'rta Osiyoda. Bu nemishqa tuyuqsiz hozir O'rta Osiyodagi 10 davlat, ya'ni Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lib turgan 10 davlatning davlat mudofaa ministrlari maxfiy yig'in ochib Amerikaga taqobil turmoqchi bo'ldi. Qaltis mavzuga bu vatandosh. Bu yerda hozir Amerika Qo'shma Shtatlari faqat axloq nuqtasi davlat axloqi nuqtasi Jungo. Ya'ni Jungoning mustamlikasi Uyg'uristonga ikki nuqtada ko'ngil bo'lyapti. Birinchi kishilik huquq nuqtasida ko'ngil bo'lyapti. Ikkinchi so'yqirim. Umumiy qirg'inchilik nuqtai nazarda turib, yoki Xitoy umumiy qirg'inchilik yurgizdi, Uyg'ur qirg'inchiligi yurgizdi degan nuqtai nazarda turib, muomala qilyapti vatandosh. Agar sen O'rta Osiyo davlatlari bugun 10 davlat mudofaa ministrlari birlashib Amerika qarshi turman deydigan bo'lsang, amaliyotda Uyg'uristonga qarshi turganlik bo'ladi bu. Bunun oldingi birinchi qadami allaqachon tashlanib bo'ldi. 2022-yil 10-oyning 6-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'urlarning kishilik huquqi ovoz berish kelganda birinchi bo'lib Qozog'iston, yana birinchi bo'lib O'zbekiston Uyg'urga qarshi Xitoyning tarafini olib, Xitoyning yenib turib Uyg'urga qarshi bilan tashildi vatandosh. Demak, birinchi qadamda O'rta Osiyoda Qozog'iston bilan O'zbekiston Uyg'urga qarshi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida, masalan, Amerika boshchiligidagi Kanada va Isroiliya o keyingisi, masalan, Angliya boshchiligidagi 19 davlatga qarshi shu vaqtida Qozog'iston O'zbekiston bilan tashildi. Agar shu birinchi qadamni hisoblasangiz, bugun endi bu yerda aytilayotgan bu xabarda nimada bu video film TVBS, bu TVBS degan Tayvanda Chinminshi xonim degan bir ayolning televiziyasi bu. Ayolning bu televiziyaning maydoni Amerikadan qisir izlash. Amerikaga passib gap qilish. Umumiy jihatda aytganda Amerikaga passib gap qilish. Yani obyektivlikni qo'g'lishida bu televiziya, lekin Amerikaga passib muomala qilish. Hozir shuni xabar ekan, bu 4-28-kuni TVBS'ning xabarida Rossiya harbiy parxodlari Yapon dengizida raketa qo'yib berdi. Shanxay hamkorlik tashkiloti 10 davlat mudofaa ministrlari maxfiy yig'in ochib Amerikaga taqobil turmoqchi bo'ldi. Anda yana bir xabarda nima deyildi qarab turing. Xatarlik signal. Jungo Kompartiyasi tavakkalchilikka tayyorlandi. Ekranda. Anda mavzu mutaxassislar xatarlik signalni oshkorladi. Jungo Kompartiyasi tavakkalchilik qiladi. Jungo Kompartiyasi urush va harbiy holat e'lon qilishga tayyorlandi. Umid Sadosi televiziyasi 4-29-kuni 25 minut ilgari. Demak, qarang, hozir Tayvanga tavakkalchilik qiladi. Shundami? Kompartiya Tayvanga tavakkalchilik qiladi. Urush qiladi Tayvan demakda, kechiringlar, urushga tayyorlik va harbiy holat e'lon qilish hozir tayyorlik. Qayerda? Masalan, Tayvan tarafda Tayvan bo'g'izida urush echilsa, u vaqtda orqisab Uyg'uriston zaminida Xitoy nima qilishi kerak? Masalan, Shanxay hamkorlik tashkiloti hozir O'rta Osiyoga markazlashgandaylar. O'rta Osiyo davlatlari qatnashgandaydi sizlar. O'rta Osiyo davlatlari bugun Xitoy bilan birlashib, davlat mudofaa ministrlarining maxfiy yig'inidan qirgan Uyg'urlar qarshi turamsizlar, Uyg'urlarning hammasi jazo lagerida. Ularning qo'lida yig'ini yo'q. Ularning qo'lida harbiy tashkilot yo'q yoki harbiy kuch yo'q. O'rta Osiyo davlatlari O'rta Osiyoda kimga qarshi turasizlar? Hozir endi buni biz Jungo buni bejiranmay deb qo'yayotgan gap, oqmaydigan gap deb tahlil qilsakmi, ya'ni ba'zi konkret avvalroq diqqat qilmasak bo'lmaydi vatandosh. Chunki O'rta Osiyo hozir yana Rossiya bilan Xitoyning
tarjilg'isidiki O'rta Osiyo. Rossiya Xitoy ta'sir ko'rsatmasimi, O'rta Osiyoga Rossiya ta'sir ko'rsatadi vatandoshlar. Mesela onun üstüge hazır bu devletler bir yol bir belbağıyla allaqachon Xitoyga bağlanıp bo'lgan devletler vatandaş. Mesela bunun için de Kırgızistan hazır Cumhuriyet'e tölaydigan qarzning vaqti to'shdi. Onu Xitoy bir ikki qatim uzartib berdi, lekin bu qatim Xitoy kanaydan bo'g'di. Endi uzartib bermaydigan bo'ldi. Qarzni topshir dedi Qirg'izistonni. Qirg'iziston arliqda 4216 nafar Uyg'urni topshirib berdi. Belki Xitoyning besimi bilan topshirib berdi Xitoyga. Endilikda Qirg'iziston qarzni yana to'lash kerak. Bunday ahvol ostida bular qarzga bo'g'ilib qolgan bu davlatlar hozir Cumhur Devlet Müdafaa sistemisi kirdimi yo'q? Yoki Cumhur Devlet Müdafaa sistemisi kirmagandan bu qatim O'rta Osiyoda urushga tayyorlik qildi. Qaysi urushga tayyorlik qildi yoki Xitoy mush yo'l orqali, ya'ni qarz, dollar orqali bularning qarnidan bo'g'ib, bularni urushga, ya'ni butun O'rta Osiyo davlatlarini, Xitoyga munosabatli davlatlarni urushga so'rab kiramda, O'rta Osiyoda urushga so'rab kiramda, qaysi urushga? Bana ki CBS yaptım, TVBS. Hazır 10 devlet, O'rta Osiyoda 10 devlet müdafaa ministerleri Amerikaga taqabul turish uchun maxfiy yig'in ochdi. Mayadi yana bir xabarda nima deydi? Sizlar bilasiz, Jonlanning nazarida Cumhur Kompartiyasi har vaqt ichida Tayvanga qo'l soladi. Ko'rdingizmi? Boshqa Tayvan yo'qdi, endi Tayvan chiqdi. Cumhur Kompartiyasi har vaqt ichida Tayvanga qo'l soladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Cumhurning elektronlik 3 cho'ng shirkatini Amerikadan qo'g'lab chiqarishga buyruq berdi. Demak, Amerika Cumhur munosabati mushal keldi degan gap. Qo'g'lab chiqarishga buyruq berdi. Jonlanning nazari 4-ayning 29-kuni. Hozir bu yerda biz tahlil qilganimiz sizcha endi Rossiya Cumhur munosabatiga qarab boqaylik. Nima munosabat? Burungi tarix u bo'ladi so'zlamaymiz. Hozir sen Rossiyaga harbiy kuchiga yordam berding, harbiy sanoatiga yordam berding. Rossiya Ukrainaga qarshi urush qilyapti. Siz hayron qolasiz, 2 yil vatandoshim uchadigan raketa, uchadigan o'q, buning hammasi dollar degan gap. Rossiyaning iqtisodi shunga bardoshlik beralarmidi? Bardoshlik beralamdi? Mumkin emas. Rossiya iqtisodi ham chet eldan Rossiyaga import yurgizayotgan ahvol ostida Rossiya iqtisodining bu urushda put tirab tura olishi mumkin emas edi vatandosh. Demak, bu 2 yildan beri Cumhur hadab Rossiyaga yordam berdi. Texnik yordam berdi, harbiy qurol-yarog' bilan degandek. Hatta iqtisodiy yordam berdi vatandosh. Shuning bilan Rossiya urushni davomlashtirib, Ukrainani bugungi holga keltirdi vatandosh. Agar Ukraina qo'ldan kelsa, boshda aytgandek tahlilimizdagi Yevropaga tahdid. Bütün Yevropaga tahdid, G'arb dunyosiga tahdid. Buning G'arb dunyosi hargiz ishkilanmaydi-ki vatandosh. Ukrainaning qo'ldan ketishiga hargiz ishkilanmaydi-ki. Shuning uchun besim hozir Xitoyga sen Rossiyaga yordam berding deb besim Xitoyga keldi. Xitoy kuchli xalqaro jamiyatning besimi buning bilan Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatlarga qanday ta'sir ko'rsatdi? Mana hozir ta'sir ko'rsatdi. Mana Tianjin deydigan bir obzorchi dedi, sen bugun Rossiyaga yordam bersan, halok bo'lasan. Agar bu yordamni to'xtatsang, halok bo'lasan. Bundan boshqa yo'l yo'q. Cumhur qartilgan yo'l, bundan boshqa yo'l yo'q. Ya'ni ba'zi xabarlarda avval G'arb dunyosi Rossiyani tarmar qildi, undan keyingi navbat Cumhurga keladi. Bu yerda amaliyotda yig'ib aytganda munosabat Cumhur Rossiya munosabati vatandosh. Mesela urush davridagi Rossiya va Cumhur munosabati. Cumhur demak yordam berdi. Xalqaro jamiyat qabul qilolmaydi buni. Mushal keldi, vaziyat mushu holda vatandosh. Vaziyat mushu holda deyli. Vaziyat mushu holda
Hazır hem Cumhur Kompartiyası bununla kandak muamelede buluş gerek. Mesela muşu vaziyetke qarab turun ha. O'rta Sharqning vaziyatini ko'ryapsiz vatandoshim. O'rta Sharqning vaziyatida Hamasni qo'llayotganmi Cumhur, Ironni qo'llayotganmi Cumhur vatandoshim. Buni ko'rdingiz. Rossiyaga bayib sözildik. Rossiyaning Ukraina hujumini qo'llayotganmi Cumhur vatandoshim. Hatta Hezbollah deganlarni qo'llayotganmi Cumhur vatandoshim. Bugungi kunda o'zi o'tirg'i chiqib, endi Amerika Qo'shma Shtatlari eng oxirgi ultimatumni topshirganda davlat ishlar kotibi Antony Blinken Cumhur endi urushga tayyorlik qilyotidi desa, buni endi jahon qanday qabul qiladi? Gapning o'zi mana shu yerda vatandoshlar. Jahon buni qaysi darajada qabul qiladi? Bugungi vaziyatimizda biz hozir eng cho'ng tema deb tutgan masalamiz nima bo'ldi vatandosh desangiz, bu yerda tutgan tema nima O'rta Osiyo o'tgan tunigin dedi Qozog'iston bilan bo'lgan munosabatni so'zlab bo'ldik. Bugun endi bu bir sekretli aylanib chiqmasa 10 davlat diplomatlarining o'tirishga maslaga aylanibdi. Shuning bilan hozir bir yo'l bir belbog' iqtisodiy bo'yicha dollarga bağlanıp qalan O'rta Osiyo mushu kunda chari yo'q, ilojisiz bir ahvolda O'rta Osiyoni Xitoyning urushga so'rab kirishiga shu darajaga berib yetamdi deb bugun sizlarga savol qo'ydik vatandoshlar.